Assalomu alaykum, sevimli Qo'qon filialining obunachilari. Hozir biz sizlarga telefonning narxi, holatini obzor qilib beramiz. Sevimli Qo'qon filialiga kelganmiz. Kelishlari mumkin. Xo'p, birinchi telefonimiz bugunda bitta narsani eslatib o'tay, bizda sevimli Qo'qon filialida umuman hech qanaqa alishmagan, ochilmagan, yomkisi ko'tariltirilmagan, usti ko'rmagan telefonlar sotiladi. Va misol uchun bitta modeldan 5 ta assortiment bo'lsa, ular sizlarga vaqt tejash maqsadida ikkitasini obzor qilib beraman. Birinchi telefonimiz iPhone 13, tiniq holatda, oq rangda 128 talik koreyskiy region. Hozirgi kunda Qo'qonda eng o'rtacha narxi $450 bo'lyapti. Xo'p, ikkinchi telefonimiz ham iPhone 13, faqat yomkisi sal pastrog'i va qizlarda o'sha jenskiy pink rangida 256 88 yomkisida. Bu telefonimiz $420. Xo'p, 13 Pro dan assortimentimiz kattaroq, o'shuning uchun sizlarga ikkita tiniq holatdasini obzor qilib beraman. Birinchisi 13 Pro o'sha green tsvetda, trendoviy tsvet bilasizlar, hamma buni oshig'i 128 88 yomkisida koreyskiy region. O'rtacha narxi 480-490 atrofida bo'lyapti va o'sha hamma yaxshi ko'radigan sera blue rangi 90 yomkisida 256 talik korobka dokumenti bo'lmasa ham sevimli Qo'qon filialidan 1 yillik garantiyasi bor. Narxi $510. Xo'p, 13 Pro Max'larga keladigan bo'lsak, 13 Pro Max'larimizda ham assortiment katta juda ham. Xo'p, birinchisi o'sha 13 Pro da akasi bo'lgan green tsvetda 128 talik 86 yomkisida amerikanskiy korobka dokumenti bor, unga qo'shib 1 yillik garantiyasi bilan 13 Pro Max'imiz narxi 560-550 bo'lyapti. Xo'p, bitta grafit tsvetini obzor qilib beramiz. 86 yomkisida 128 talik. Bu ham korobka dokumenti bor, bu ham amerikanskiy, bu ham 550-540 atrofida. Xo'p, 12 Pro Max'ga keladigan bo'lsak, bizda ikkita 12 Pro Max bor. Bittasining yomkisi 76, bittasiniki 87. Ikkisining ham korobka dokumenti bor. Xo'p, 256 talik Zaregondagini narxi 76 yomkisida $390 va grafit rangimiz 108 talik 87 yomkisida korobka dokument $440. Xo'p, o'sha kichkina odamlar yaxshi ko'radigan iPhone 13 mini modelimiz 108 talik 81, qaranglar. Kichkina o'sha tanishlarim bo'lsa, tashlab bersalaring. Pink rangda $270. Xo'p, 13 Prolarimiz bag'da assortiment bor. Hozir bular obzor qilganimiz sababli boshqa modelga o'tamiz. Xo'p, ko'rishlaring mumkin. Bitta vitrinada bizda почти bir 30 ta telefon turadi. Bulardan bir 10 tashasi iPhone 14 seriyasiga tegishli. 14 Pro da oq grafiti xolasangiz purple bor. Xo'p, 14 Pro 256 talik 80 yomkisida korobka dokument koreyskiy region. Bozorda narxi bir 630-20 sotilsa, 7 arzonroq $600 qilib beramiz. Korobka dokumenti bor, 1 yillik garantiyasiga qo'shib. Xo'p, 14 Pro da oqi. O'sha mijozlarimiz qalbida oq bo'lgan 89 yomkisida 256 talik korobkasi bo'lmasa ham o'sha aytganimdek 1 yillik garantiyasi bor. Bu telefonimiz narxi $610. Kesalarning sunnatiga tushib beramiz. Xo'p, 14 Pro Max'imizni grafiti bilan purple ham bor. Bularning narxi 83, korobka dokument 128 talik $640. 256 talik 82, korobka dokument 680. Buni ham tushib beramiz. Xo'p, iPhone 12 ni o'zi qolib ketib qopti. 85, 128 talik Charigon, ikkinchi mekasini tekshirib beramiz. O'tgan bo'lsa sizlarga bonus $320. iPhone. Xo'p, 13larimiz, 14larimiz, bilasizlar, bularda farqlash faqat nastroykadan, mana shu fonardan farqlasa bo'ladi. Bittasida ikkita, bittasida bitta. Xo'p, 13 iPhone 128 talik Midnight 91 yaponskiy region $400. Bozorda narxi 430-440 sotiladi. iPhone 14 o'zi 128 talik 83 yomkisida 1 yillik garantiyasi bilan bu ham $440. Endi biz bu stoldan katta modellarga o'tamiz. Bu yerda 15 Pro, 16 Pro, 15 Max, 16 Max, 17 Max deb 512 taligi MacBooklargacha bor. Bitta obzor qilib beramiz. 15 Pro da ham ko'rishlaring mumkin. Assortiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta. Birinchi navbatda sizlarga o'sha trend rang bo'lgan natural tsvetdagidan eng ko'p. Xo'p, 128 talik 15 Pro 83 yomkisida koreyskiy region. Buni narxini o'zlaring topib olinglar. Xo'p, bunisi 15 Pro 89 yomkisida 128 talik korobka dokumenti bo'lmasa ham 1 yillik garantiyasi bor. Mana buning narxini aytaman, $710 arzonroq beramiz. Qorazdan ham bor, korobka dokumentli so'raganlarga 86, 128 korobka dokument
1 yillik garantiyasi bor. Zerikib ketdilaring, garantiyasi borligini eshitib. Endi koreyskiy region narxi 730 sunnatiga tushib beramiz. Hop, 15 Max'ni holati tiniqlari, qaranglar, korobka dokumenti bor, korobka dokumenti bor, yo'nkish 87 256 talik, 840 dollar. Hop, 15 Pro Max 84 yo'nkishda korobka dokument 256 talik bu ham o'zi 108 chiqmagan, bilmaganlar uchun 790. Arzonligining sababi holat tiniq. Hop, 16 Pro'larga o'tsak, 16 Pro'larimiz oq bor, qaranglar mana. 15 bilan почти farqi yo'q, bir xil почти 16 Pro. 108 talik 100 yo'nkishda radnoy, boshida aytganimdek ochilgan sotmaymiz, usta ko'rgan sotmaymiz, 1 yil garantiya beramiz. 1 yil garantiya beramiz. Koreyskiy region, korobka dokumenti bor. 16 Pro'ning narxida hop 960 dollar. Hozir bu narxga Max'siz bo'ladi, hazillashyapman. Hop, Max'larga keladigan, Max'ga kelmas ekanmiz, 16 Pro Desertlarimiz bor ekan. 16 Pro Desertlarimizni zo'r holatdalari mana men olib keling. 100 yo'nkishli, tiniq holatda, umuman sarapinasi yo'q, korobka dokument. Chariyonda 2 oy meykasi ham o'tgan. Hozirgi kunda bitta meykani o'tkazish 220 dollar. Biz ikkinchi meykani bonus beryapmiz bepulga. Bash arzonga tushyapti. 960 bu ham. Desert trend rang, arzonroq. Hop. Qorasini aytmay qo'yamiz, sortiment katta. Max keladigan bo'lsa 256 97, narxi qimmat ekanini boshqasini obzor qilib beraman. Hop, 256 talik 93 korobka dokument bo'lmasa ham 960 dollar va 17 Pro Max'imiz bor. 512 talik menga o'xshagan katta, o'zini nimasiga nisbatan 1 yil garantiyasi bor, 2 oy meykasi ham o'tgan. Bittasini adashib 1 yil olganmiz. Azlashyapman. Bitta mijozimiz trezing qilganlar, tam o'zlarining yangilari bor edi. Biz ba'zisini qilib berganmiz. Buni narxi 1910 dollarga berib yuboramiz. O'zi bozorda 2000 sotishsa kerak. MacBook M3 Pro 99 115 sikl, qaranglar. O'zim artganman, tiniq, azashni artmaganman. Xo'p, buni narxi 710 dollar. Kimga zarur bo'lsa, shunaqa ma'lumotlar bilmoqchi bo'lsa, Sevni Qo'qon filialiga bemalol murojaat qila olasizlar. O'zimga uchrasalaring, arzon narxda yaxshilab hisoblab beraman. Assalomu alaykum. Hammani Sevni Qo'qon filialiga kutib boramiz.